ishemik insultni klinik ko'rinishi va diagnostikasi to'g'risida bugun siz bilan suhbat olib boramiz. Bular ichida trombotik bo'lmagan insult yoki bosh miya qon tomir trombozi. Asosan bu kasallik 50 va 70 yosh va undan katta yoshlarda ko'proq uchraydi. Ishemik insultning bu turi kunning istalgan vaqtida, ko'pincha kechasi, uyqu paytida, ba'zan jiddiy jismoniy zo'riqishdan keyin bir necha soat o'tgach paydo bo'lishi mumkin. Uning rivojlanishidan oldin ko'pincha tranzitor ishemik xuruj kuzatilish ehtimoli bor. Insultning bunday holatdagi klinik ko'rinishlari bir necha daqiqa, bir necha soat, ba'zan bir necha kun davom etish ehtimoli bor. Bu vaqt ichida u davom etuvchi insult deb ataladi. Ba'zan simptomlarning rivojlanishining to'lqinsimon shakli kuzatilishi bor. Simptomlar vaqtincha barqarorlashadi bunda yoki kamayadi. Lekin keyin yana kuchayish ehtimoli bor. Buni mertsaniya deymiz. O'zbekchasiga miltillovchi simptomlar ham deb ataladi. Ishemik insult holatining 30% nevrologik simptomlar deyarli darhol rivojlanadi. Bu holat emboliyaga xos hisoblanadi. U har qanday yoshda paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan davrda yurak patologiyasi, ya'ni kasalliklar va odamda emboliya bilan bog'liq boshqa patologik jarayonlar mavjud bo'lganda sodir bo'ladi. Keksa bemorlarda bu holat aorta va uning shoxlarining trombozi bilan sodir bo'ladi. Bu arterial emboliya bilan murakkablashishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.